Faqat sizlar uchun 3 xonali kvartira Samqo'sh hududidan 3-qavatda 77 kvadrat boshlang'ich narxi 75 ming deyapti. Endi sizlar uchun arzon qilib savdo qilib beramiz. Bizlar videolarni boshladik. Sizlar esa like-ni bosib, bu videoni yaqin tanishlarga yuborib qo'ying. Ko'rib turganingizdek, mana bu yer bo'lyapti. Gastyoy qismi, ya'ni mehmonxona, bu yerga yaxki mebellar qo'yilgan. Uyimiz polностью new classga remont qilganlar. Bu yer bo'lyapti, deraza, tashqari tomonga qamalgan, pardalar urilgan, konditsioner bor, chiroyli televizorlar bilan eshiklar polностью krashini emret bo'lyapti. Bu uyimizda eng muhim kadastr dokumentlarida umuman muammo yo'q. Bu yer bo'lyapti, eshikdan kirish qismi garderob shkofchalar qilingan, turmozlar. Bu yer esa bemalol kalitlaringiz uchun shkofcha qildirilganlar. Bu yer bo'lyapti, svetlar polностью yevromatda qilingan. Uyimizda kadastr dokumentlarida umuman muammo yo'q. Mana bu yer bo'lyapti, oshxonasi chizilgan, hamma yer texnikalar qo'yilgan, plus 3 ta katta yuzlik turbada bitishib qo'yilganlar. Mana bu yer bo'lyapti, katta yotoqxonasi, ya'ni spalli komnata, 2 kishilik mehmon mebel, polностью garderob shkofchalar, pardalar urilgan, turmozona, plus balkon qismi ham bor uyimizda. Bu yer chiroyli koridor, juda ham noodatiy rangli, chiroyli rangni bezatganlar. Mana bu yer bo'lyapti, bemalol suvenirlar, har xil narsalar uchun. Bu yerda polka qismi. Uyimizda saunzal ko'rishingiz mumkin, raziyali bo'lyapti. Bu saunzal qismi ko'rishingiz mumkin. Mana bu yer esa uyimizni umumiy saunzali, har xil jihozlari bilan hech narsa olib kelish kerak emas, kelib faqat yashash kerak. Mana bu yer bo'lyapti, bolajonlar uchun yotoqxona, yaxki mebelchalar qo'yilgan, parovoy отопление, bu yer bo'lyapti, dars qilishlar uchun parta zona. Uyimiz kimga qiziq bo'lsa, agar pastda nomerlar bor, telefon qilinglar, faqat sizlar uchun arzon qilib savdo qilib beramiz. Salomat bo'linglar, yosh realtorlar.